إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Men ham bir payt o'zida O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati va qolaversa mana shu bizni tizimda faoliyat olib borayotgan 10 ta o'rta maxsus islom bilim yurti, 4 ta oliy diniy ta'lim muassasani barcha professor o'qituvchilari, pedagoglar va talabalar nomidan bugungi bitiruvchilarga tabrik yo'llayman va ularni muborakbod etamiz. Hammangizni bugun 49 nafar bitiruvchilarni yangi shijoat, yangi kuch, yangi qanot bo'lib, yangi umid bo'lib boradigan joylaringizda eng mo'tabar inson bo'lishingizni hamda 4 yil olingan ilm, bilim, bu yerdagi odob, axloqlarni eng yaxshi namunasini ko'rsatasizlar degan umiddaman.